Assalomu alaykum. Mana bugun ish jarayonimiz boshlandi. Mana bugungi mashinamiz Hyundai avtomobilimizga 60 bittalik propan o'rnatib beryapmiz. Mana bu Cobalt'imizga 90 talik metan o'rnatib berdik. Oldin kelgan zapchastlarimiz original reduktorlar, original farsumka zapchastlari bilan bu yoqda San'at avtomobilimizga bunga ham metan o'rnatib beryapmiz. Oldin kelgan zapchastlarimiz ko'rishingiz mumkin. Original reduktor, miya, farsumka. Orqaga kelgan zapchastlarimiz 30 talik 3 talik metan o'rnatib beryapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda Spark avtomobilimizga metanni yechib, o'rniga 42 talik propan o'rnatib beryapmiz. Bu yerda jentramiz turibdi. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar.